Birinchi ma'lumotimda Hmm, Ho'p, mana summani chiqarish kerak. Shu joyda ko'pchilik mana bu summa formulasini ishlatadi. Eng ko'p tarqalgan, oddiy va hamma ko'pchilik ishlatadigan. Albatta, teng qo'ygandan keyin ruschada yozishimiz kerak formulani. SU qo'yib, mana sum deb turadi formula. Mana bu daromad, mana ma'lumotlarni kursorga olib, qavsni yopib, Enter'a bosaman, mana summani hisoblab berdi. Ho'p, bu birinchi yechim. Boshqacha yechimlar ham bor. Masalan, mana bu joyga B11 yacheykasiga qo'ygan holda eng oson yo'li tezkor tugma bilan Alt tugmasini bosgan holda Enter tugmasini bossanglar, mana sразу summani chiqarib beradi sizga. Yana bitta usuli bor. Buni polni kursorga olgan holda hammasini, mana главный bo'limida formatировать как tablitsa bor, smart jadvalga o'tkazish. Istalgan bittasini tanlaysiz. Masalan, mana buni tanlab, tak masalan, rangli emas. Bu smartga o'tgan ekan, adashmasam. Smartga o'tgan ekan. Shu holatda endi mana konstruktor tablitsaga o'tasiz. Mana strogi итогga galочка qo'yasiz. Mana shu holatda ham mana итог, ya'ni summani chiqarib beradi. Shu ko'rinishda ham summani chiqarsangiz bo'ladi. Ctrl shiftlardan filtrni olib tashlash. Ya'ni bizda mana bu jadvalimizda mm, bor anaqa filtr tugmalari bor. Filtr tugmalarini masalan mana lavozim tugmadan biz faqat dotsentlarni qoldirishimiz mumkin. Katta o'qituvchi, professorlar olib tashladim. Faqat dotsentlar qoldi. Endi shu holatda siz nima polni yechib yubormoqchisiz, filtrni olib yubormoqchisiz. Ctrl mana jadval ichidan bosgan holda albatta Ctrl Shift L tugmasini bosasiz. Mana hamma filtrlar yechib tashlanadi va oldingi holatga qaytadi. Bu filtr tugmasini qaytarmoqchi bo'lsangiz, Ctrl Shift L da yana bir marta bosasiz, filtr qaytadi yoki olib tashlaysiz. Mana shu ko'rinishda tepadagi filtr tugmalarini boshqarsangiz bo'ladi. Ctrl plus Shift plus L tugmalari. Hop, keyingi layfhakimni ham aytib qo'yibman. Tezkor filtr qo'shish shu yerda olib tashlash ham bitta tugmada amalga oshadi. Zakrepit qilish va ustun qatorlarni birdaniga qotirish degan. Ya'ni mana bunda juda ham katta ma'lumot bor. Mana bundan katta ma'lumotlar bilan ishlaganingizda mana bu qator ustunlarni qotirish kerak bo'lib qoladi. Chunki mana bizda mana bu yoqda mana bu sonlar nimani bildirishi, mana marjinal daromad, sotish hajmi, boshqa ma'lumotlar mana bunda yurgan paytingizda ketib qoladi, faqat sonlar qoladi. Siz nimaligini tushunmay qolasiz. Misollar, mana iyul bo'yicha sonlar anaqa ekan, chiqimlar, no siz nimaligini bilmaysiz. Shu holatda nima qilinadi? A1 yacheykasiga qo'ygan holda mana vid bo'limiga kirasizlar, zakrepit oblasti qotirib qo'yish. Mana zakrepit verxniy stroka qilib qo'ysangiz, mana birinchi qator qotadi. Mana qancha pastga tushsangiz ham mana birinchi qator turaveradi. Shu holatda zakrepit первый stolb qilsanglar, birinchi ustun qotadi. Ya'ni mana qancha bu yoqqa yursangiz ham mana bu yoqda birinchi A ustuni qotgan holatda turaveradi. Bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, ko'pchilikda savol tug'iladi mana shu holatda. Mana bu qatori yoki ustuni qotirganingizdan keyin bittasi yechilib ketib qoladi. Mana hozir endi mana birinchi qator yechilib ketdi, faqat A ustuni qotirilgan holatda turibdi. Shu holatda nima qilish kerak? A1 yacheykasiga qo'ygan holda zakrepit oblastiga kirasiz. Mana sizning zakrepleniya oblasti bossanglar, mana zakrepit qilingan joylar yechib tashlanadi va A1 ga qo'yib turib, mana zakrepit oblastida mana zakrepit oblasti deb bosasiz. Ctrl T tugmalari tezkor smart jadval yaratish. Keyingi qiladigan ishimiz mana shu holatda mana bu jadvalni smart jadvalga o'tkazish kerak. Buni boya ko'rsatdim. Mana bundoq kursorga olib, главный bo'limiga kirgan holda formatировать как tablitsa qilib, mana bittasini tanlab, mana chiqqan formulaga rozi bo'lib, OK deb bosasiz. Mana smart jadvalga o'tadi. Shu holatda tezkor ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni mana bu jadvalingizdan istalgan bitta yacheykani bosib, Ctrl A deb bossangiz yacheyka to'liq belgilanadi. Ctrl T ni bossangiz mana boyagi formula chiqadi. OK, mana tezkor smart jadvalga o'tadi. Ctrl A hammasini belgilash, Ctrl T tezkor smart jadvalga o'tkazish. Razdelitdan jami summalarni ajratib kuzatish deyilyapti. Bu layfhakimda nima deyilgan? Masalan, boyagi qotirib qo'yishni tushuntirdim-ku. Shu holatda qotirib qo'yganingizda endi bizda jami summa kerak. Shu holatda summani ko'rib, doim summani ko'rib turish uchun tepa ustun yoki qator emas. Mana bu B2 yo B26 yacheykasi qotgani yaxshiroq. Shunda yana B26 ga tushgan holda vid bo'limiga o'tasizlar va shu joyda mana razdelit tugmasi bor. B26 yacheykasiga qo'yib summaga. Razdelitni bossanglar, mana shu holatda mana oyna to'rtga bo'linadi. Ya'ni siz shu to'rtga bo'lingan oynada mana pastda turganda mana bunday tushirib yubormaysiz. Mana shu yerda jami turaveradi. Mana tepa
tepa qism o'ng tarafdagi oynada mana bemalol chiqib ma'lumotlaringizni qancha bo'lsa kuzatishingiz mumkin. Faqat mana juda ham ko'p tushib ketsangiz, oyna boshqacha ishlashni boshlaydi. Pechat qilishda bitta qatorni keyingi listlarda ham chiqadigan qilish. Ya'ni bu degani, mana bu yerda ko'rsataman. Mana bizda juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Mana 97 qator ma'lumot bor ekan va Ctrl P da bosgan holda pechat oynasini ochdim. E'tibor bering mana. Printerdan pechat qilish oynasi bu. Birinchi listda mana sanalar kirim dollarda turibdi va pastda ma'lumotlar ketgan. Ikkinchi listga o'tsangiz mana sanalar kirim dollarda degan joy yo'q bo'lib qoladi va siz qog'ozdan chiqarganda tushunmaysiz. Shunda bizda nima bo'ladi? Birinchi qatori hamma listlarda pechat qilish jarayoniga qo'shib qo'yish. Bunda nima qilish kerak? Bunda razmetka stranitsa bo'limiga o'tasizlar. Hozir уже razmetka stranitsaga o'tib, mana pechati zagolovki degan joyi bor. Shu pechati zagolovkini bosib, mana list holatda turibdi. Mana pechat zagolovka. Shu joyga mana skvozные строки или сквозные stolpsi ustun va qatorlarda shunaqa printerda qo'shib chiqarish. Mana shu joyga mana skvozные строкиga mana birinchi qatori belgilayman. Mana bu tushadi. Dollar 1 $2.dollar 1 tushdi. Ya'ni birinchi qatori kodini tashlayapti skvozные строкиga. Mana prosmotrda ko'rishim mumkin. Mana birinchi listim va ikkinchi listga o'taman. Ikkinchi listda ham mana sanalar kirim dollarda turibdi. Ya'ni sizda 20 ta list bo'lsa ham, mana sanalar kirim dollarda doim chiqib kelaveradi hamma listingizda. Pechat qilganda sizga foydasi tegadi. Shift bilan yillik ustunni joyini o'zgartirish. Bu degani mana bu ham juda ham muhim narsa. Masalan, mana juda ham katta jadvalim bor. E'tibor bering, mana yillik umumiy summalar, narxlar hammasining summasi mana bu birinchi B ustunda kelyapti. Bu aslida mana bu S ustunda oxirida kelishi kerak deydiganlar ham bo'ladi. Shunaqa o'zgartir desa, mana bu B ustunda olib, mana bunda joyini B ustuni belgilagandan keyin mana o'ng taraf joyidan mana bunda ushlab, sichqonchani chap tomoni bilan mana bunda olsangiz, mana bu joy ochilib qoladi. Mana joyiga tashlayman, S ustunga, mana S ustunga o'tdi, lekin mana bu ustunga ochilib qoldi. Endi buni ham mana bundoq belgilab, yana buni mana bundoq joyini mana buyoqqa tashlab, mana bunaqa o'zgartirish kerak bo'ladi. Shunda ham bilmayman, nimadirlar buzildi. Aslida bunaqa qilmaslik kerakda, layfhak bilan o'rgatyapman sizlarga. B ustunni belgilaysiz. Shift tugmasini bosgan holda mana bu ustunni chetki joyini belgilaysizda, mana bundoq joyini o'zgartirasiz endi va mana bu RS ustunining orasiga qo'yib yuborasiz. Qanchani mana yillik ustun bu yoqqa ko'chib o'tadi va qolgan ma'lumotlaringiz bu yoqqa suriladi avtomatik. Shu ko'rinishda ishlatsangiz bo'ladi. Aynan kontrol bilan boshqa ustunlar ko'chirilsa kopiyasi chiqadi. Sizga qaysidir ustunni kopiyasi kerak bo'lsa, masalan, dekabr ustuni kerak sizga, boshqacha ozgina ko'rinishda o'zgartirmoqchisiz. Shu holatda mana dekabr ustuni belgilab, endi kontrol tugmasini bosgan holda mana bu kursorni mana ustun chetidan ushlab, mana yoniga tashlaymiz, mana dekabr ko'chib chiqadi. Ustunni 1 dan 200 gacha bo'lgan sonlar bilan to'ldirish 3 xil usullar deyilyapti. Ya'ni qanday? Masalan, mana bu yerda bir sonni man o'qish narsa yo'q. Mana 1 yozdim, S2 yachekasiga. Shu holatda ko'pchilik mana bunaqa 2 2 3 4 5 qilib yozib ketadi. Shu holatda bu juda ham vaqtni oladigan narsa. Masalan, 200 tasini yozib chiqishingiz kerak bo'lsa, nima qilsa bo'ladi? Endi mana 1 2 3 4 5 yozgan holda mana buni mana bundoq tortsa ham bo'ladi. Mana sichqonchadan tortsangiz bo'ladi. Faqat 200 gacha mana bundoq tushib, nechaga keldik? Mana bundoq qilsangiz mana 200 ta tushadi. Bu ham bitta usul. Bu ham qiyinroq qandaydir. Yaxshi emas menimcha. Sizlarga eng yaxshisini tavsiya qilaman bu holatda. Mana bu 1 yozganingizdan keyin S2 chekasiga mana bu главный bo'limida mana bu knopka bor bizda, avtosummani yonida turadi. Buni nomi zaполнить, to'ldirish tugmasi. Mana shuni bosasiz chetini va mana progressiyani bosasiz. Shu joyda mana qatormi ustunmi? Ustun bo'yicha arifmetik progressiyada turaveradi 1 dan 200 gacha. Mana 200, okey. Mana 1 dan 200 gacha hammasini yozib beradi. Yoki 1000 ta yoki 2000 tani ham bemalol shunaqa qilib yozsangiz bo'ladi. Bu ham bitta zo'r layfhak. Seriya sonlar, oxirgi sonlarni ajratib olish Ctrl A dan. Vau, juda zo'r keldi. Yaxshilab ko'ringlar, mana jadvallar qilib qo'yganman. Mana ID yozilgan, ID ma'lumotlari, masalan, mana 3 talik sifra anaqada harflar kelgan sonlar bilan va oxirida IDsi mana bunday ko'rinishda kelgan. Shuni seriyasini, mana harfli seriyasini ajratib olish kerak. Nima qilamiz? Mana bu joyga cav deb yozasiz. Xo'p, menda cav deb yozgandan keyin
Keyingisiga ikkinchi yacheykaga qo'yib, pastdagi yacheykaga Ctrl plus E tugmasini bosasiz. Mana hammasini ana harflarni ajratib oladi. Xo'p, endi bunda ichki sonlarni ajratib olish kerak bo'lsa, masalan, 278 chiziqcha 536 chiziqcha 277 deb turib, mana keyingi yacheykaga tushasiz, Ctrl E. Hammasini sonni ajratib beradi. Xo'p, endi ID'ning oxirgi sonlari bo'lsa, masalan, 277 ni 277, 383, 515 qilib ajratib olish kerak bo'lsa, 277 ni yozasiz va pastki yacheykadan Ctrl E. Mana hammasini oxirgi sonlarni ajratib beradi. Qisqartma ko'rinishida, masalan, faqat ism familiya qisqartma ko'rinishida yozilishi kerak bo'lsa, shunaqa ma'lumot kerak bo'lsa, Mullajonov Bahodir M.B. bo'lsin, mana qisqartmada. Shu holatda mana yozib olasiz birinchisi, pastiga tushasiz, Ctrl E. Mana hamma ism familiyalarni bosh harflarni qisqartirib berdi, familiya ismlarini. Keyin FIO to'liq yozilgan menda, buni ismini ajratib olish kerak. Faqat ismlar kerak menga. Shu holatda mana Bahodir deb yozasiz. Bahodir deb yozganingizdan keyin keyingi yacheyka Ctrl E. Hammasini ismini ajratib beradi. Endi menda juda ham qizig'i bor. FIOdan qisqartirilgan variantni ajratib olish. Ya'ni Mullajonov Bahodir Arabboyevich bo'lsa, Mullajonov B.A. ko'pchilik joyda shunaqa yoziladi. Shunaqa qilib Mullajonov B.A deb yozib olasiz yonida yacheykaga va pastiga tushasiz. Ctrl E, Ctrl plus E. Mana hammasini familiyasini to'liq yozib, ism отчествосini bufer obmeni oynasida ma'lumotlarni tashlab, keyin umumiy ishlatish. Juda zo'r. Yoqdi menga mana shu anaqaman, layfhakam. Bunda nima qilsangiz bo'ladi? Mana qarang. Bufer obmeni oynasi bor, mana главный bo'limda turadi. Bufer obmeni mana shuni chetga mana bu kichkina to'rtburchak joyi bor. Shuni bossanglar bufer obmeni oynasi ochiladi. Buni mana bunda joyini ko'chirib, mana bunda oyna ko'rinishida ham ishlatsangiz bo'ladi. Alohida chiqarib oldim va qarang mana. Alif akbarda ma'lumotlari kerak. Shu ustuni belgiladim. Ctrl C copy mana buferga tushdi. Menga bunaqa ko'p familiyalar kerak. Masalan, Azimova Nasiba kerak. Uni belgilab Ctrl C, Nozimov Ali va Sobirov Ilhom. To'ralasidan men alohida jadval qilmoqchiman yoki bunga qo'shmoqchiman. Alohida jadval qilmoqchi bo'lsam, mana kerakli A12 yacheykasiga qo'ygan holda mana вставить все tugmasini bosasizlar. Hamma 4 ta ajratib olgan o'qituvchilarni hamma ma'lumoti mana bu yerga tushadi.